Mana bu ayollar. Tayyor biznesmen. Hozir buni beraman. Jonim, men sizni Greenleafga ishga taklif qilmoqchiman. Sizdan qarab turibman, zo'r lider chiqadi, siz eplab ketasiz. Nima u Greenleaf? Greenleaf bu korporatsiya. Qar so'rasam yo'q bo'lib qolgan odamlar. Qayga ketding? Bu korporatsiyaga qo'shilishim qancha pul to'lashim kerak? Jonim, siz 4700 lik Men lekin shuncha pulim yo'q. 4700 lik paketimizga qo'shilasiz, biz sizga sovg'alar beramiz. Mana ularni pulini chiqarolmasamchi? 10 barobar qilib chiqarasiz. Tillaringizni sotib, o'zim sizni registratsiya qilib qo'yaman. Uyda o'tirgan holda pul ishlaysiz. Few moments later. Gulruzmi? Qayerdan mashina olibdi? Gulruz biznes nima bo'ldi? Ani bo'yingizdagi mani tillammi? Qani abishat qilgan odamlaringiz pullar qani? Chiqmadingizmi? Demak, aniq eplay olmagansiz. Bu yoqda ishlash hammaga ham emas. Tekin tushloq faqat qopqonda bo'ladi. Eplagan pul topyapti. Demak, siz eplay olmagansiz. Tillalarga kelsak, men buni sotmasdan o'zimni cho'ntagimdan to'lab sizni registratsiya qilib qo'yganman. Shunda men shuncha pulga kuyib qoldimmi? Endi nima bo'ladi? Endi harakat qilsangiz, siz ham daromadga chiqasiz. Nima?